Salom azizlarim, sizlar bilan uchrashganimdan xursandman. Yana Allohim diydorlashtirib qo'yganiga behisob shukrlar. Xudo xohlasa, bugun yana 10 kunlik ochirim qilamiz. Xo'p, 2-maydan Alloh nasib qilsa 11-maygacha energiyalarni oldim. Şifoli ochirim bo'lsin. Niyatingiz oldim, energiyangiz oldim. Şifoli ochirim bo'lsin. Niyatingiz oldim, energiyangiz oldim. Şifoli ochirim bo'lsin. Allohdan so'raymiz, şifoli ochirim bo'lsin. Like bosgan, podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Menga podpiska bo'lmagan bo'lsa, like bosgan bo'lsa, ularga tegishli emas. Menga podpiska bo'lganlarga albatta tegishli. 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8, 9, 10 hamda 11 chislaga. Hop. Endi bunga qo'shimcha qilib, hop, Chorniy roza degan kartamiz bor. Ana mashini qo'shamiz. Niyatingizni oldim, energiyalarni oldim, niyatingizni oldim, energiya. Menga podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Menga podpiska bo'lganlar niyatini oldim, energiyasini oldim. Menga podpiska bo'lmaganlarga tegishlik emas. Bismillah. Hop. Ertangi kunga tug'ilgan kunlar, bayramlar, tanishuvlar bo'ladi ekan. Xudo xohlasa, tug'ilgan kun, bazmlar, qanaqadir tanishuvlar, xullas yaxshi kun bo'ladi ertaga. Xudo xohlasa, juda ham yaxshi kun bo'ladi deb aytayapti. Xursandchiliklarga boy kun bo'ladi ekan ertangi kunga. Xo'p, indinga yangiliklar kelyapti, xushxabarlar kelyapti. Qanaqadir jinday xushxabar kelyapti. Barokatli xushxabar kelyapti-yu, lekin nima desam bo'ladi? Do'stona bir uchrashuvlarda bir sehrlanish, qandaydir bir jodulanish bor deb aytayapti. Jinday ehtiyot bo'lasizlar deb aytayapti. Qandaydir bir miyangiz g'ovlagan, qanday bir o'zingiz bir fikringizga kelmasdan miyangiz chalg'iydigan, sizni xuddi boshqa odam boshqarayotgandek bo'lib turadigan kun bo'ladi deb aytayapti. Xo'p, 2, 3, 4 kunga kelganda hushyor bo'lasiz. Qandaydir o'g'irliklar, qanaqadir bir diqqatchiliklar, urush janjallar, shunaqalardan qochishlar, qandaydir bir o'zingizda bir nima desam bo'ladi, bir nima bo'lmayapti-da, yaxshi karta tushmayapti. Xullas shunaqa bir jinday negativroq karta tushyapti. Hushyor bo'lasiz deb aytayapti va sizni albatta haligi bir nima bo'layotgan bo'lsangiz, cho'kayotgan bo'lsangiz qutqarib oladigan insoningiz chiqyapti. Xudo xohlasa qutqarib oladi. Siz hali amalda bo'lishingiz mumkin, qandaydir bir diqqatchiliklar bilan o'tirgan bo'lishingiz mumkin, qandaydir bir sizga yordam kelyapti. Siz uchun yordam bo'lyapti. Xullas gapda indallosi yordam sizga kelyapti. Xo'p, 3, 4, 5 kunga kelib ozgina bir tushkunlik holatlari bo'lishi bo'lib turibdi. Sizlarda ozgina bir puldan kamomatlar, qandaydir bir yaxshi anaqalarda nima bo'lmayapti-da. Xullas kalom
siz uchun qandaydir bir diqqatchilik bo'lib, ozgina bir tushkunlik holatiga tushib qolishingizni aytib o'tyapti. Hushyor bo'ling, diqqatchiliklar va shu tushkunlik holatiga tushib qolmaslikka harakat qiling. Orqasidan albatta yaxshilik, Xudo xohlasa, yaxshi kunlarni kelishi va chiroyli bir mashina olaman degan bo'lsangiz, mashina olishingiz mumkin. Qandaydir bir nima deydi, davlat kelishi, xullas shunaqa bo'lyapti. Bir sizga davlat kelishi ham bo'lyapti orqasidan, tushkunliklarni orqasidan. Xo'p, 2 3 4 5 6 chislaga kelganda aqlingizdagi insonni kelishi, barakatlarni kelishi, farzand kutayotganlarga farzand bo'lishi, bir o'zgarishlarni bo'lishi bo'lyapti. Bir orqasidan bir farzandingizni jinday bir ruhiyati ozgina bir asabiylashib, jinday bir diqqat bo'lishlari bo'lib turibdi. Ozgina bir harakat qilasiz, jinday bir doktorga ko'rinasizmi, qandaydir kasallikmi yo shamollashmi, bir ozgina bir farzandingizda deyapti-da, bir anaqa bo'lishini aytib o'tib ketyapti kartalarimiz. Hushyor bo'ling deb aytyapti. Farzandingizga sog'ligiga chicha ahamiyat berib qo'yasiz. Xo'p. Endi 7-kunga kelganda nimanidir hal qilishingiz, qanaqadir dokumentalniy ishlaringizni hal qilishingiz va buni hal bo'lishi, Xudo xohlasa yaxshilikka hal bo'ladi. Alloh nasib qilsa shunaqa yaxshilikka hal bo'ladi deb aytyapti. Yaxshilik bo'lsin. Bir negativ, ozgina bir negativ bo'lyapti-yu, o'tib ketadi bu narsalar Xudo xohlasa. Asha dokumentalniy ishlaringizni hal bo'lishini aytyapti kartalarimiz. Xo'p. 8 ga keldikmi? 8-kunga kelibmiz. 8-kunda ham xuddi shunaqa bo'lib turibdi. Ozgina bir puldan qisilishingiz va ishlaringizda jinday bir dushman aralab qolishi, siz bilan do'stona munosabatda bo'lib turib, ozgina bir dushmanni ishini qilib qo'yishi, shunaqa narsalar ko'rinib turibdi. Xo'p. 9-chislaga kelib, 9-chislada ham mehnatingizga yarasha, bir mehnatingizga yarasha pullarni kelishi, daromadlarni kelishi, ozgina bir diqqatchiliklar, bir sal bir negativroq kartalar tushyapti-da. Xudo xolisa kunlik ham o'chirim qilaman. Qandaydir kartalarimiz jinday negativroq tushib turibdi hozirga kelganda. Bir shunaqa bir hayotimizda sal qoraliklarni kelishi bo'lib turibdi. Nihoyatda endi kartalar aytib o'tib ketyapti. Yaxshisini olamiz, yomonini koinotga qaytaramiz. Xo'p, Xudo xohlasa yaxshilik ham bor ekan. Bir uy olishingizmi, mashina olishingizmi, yaxshi anaqa xursandchiliklar ham bor ekan. Nimadir ishda qilmoqchi bo'lyapsiz, qilaman degan ishingizga Xudo xohlasa harakatingiz yaxshi deb aytyapti, omadli deyapti. Bir ishga kirgan bo'lsangiz, o'zingizni ofisingiz bo'lishi mumkin, balkim bir mashina olishingiz mumkin, balkim bir uy olishingiz mumkin. Qandaydir bir tavakkal ish qilmoqchi bo'lyapsiz, bu tavakkal ishingiz yaxshi bo'ladi deb aytyapti. Xo'p, 11-chislaga kelganda, 11-chislaga kelganda nimanidir bir-biringlar bilan kelishuvlar deb aytyapti. Balkim oilada, balkim ishda, balkim bir do'stona bir fikrlar, qandaydir bir o'zinglar bilan bir telefon orqalimi yoki bo'lmasam yuzma-yuz uchrashib, xullas kalom shunaqa bir munosabatlar yaxshilikka bo'ladi. Xudo xohlasa nimanidir hal qilmoqchi bo'lyapsizlar. Balkim turmush qurish jarayonidadirsiz, balkim bir nima deydi, ishda muloqot bo'lishi mumkin. Xullas shunaqa do'stona sulh tuzasizlar deb aytyapti kartalarimiz. Xo'p, 10 kunlik ochirimimiz mana shulardan iborat bo'ldi. Yana sizlar bilan uchrashguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa kunlik yana ochirim qilib turaman. Alloh nasib qilsa yaxshisini oling, yomonini koinotga qaytaring. Faqat yaxshiliklar bo'lsin. Yana sizlar bilan uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman va yana sog'inib qolaman. Sog' bo'linglar.